Assalomu alaykum. Hurmatli Nurmay obunachilari. Mana xudo xolisa navbatdagi zakaz tayyorlangan uyg'unligimizni ham kelib o'rnatdik. Ko'rishinglar mumkin. Hop, bunimizni Xo'jobodga, Andijonda Xo'jobodga olib kelib o'rnatib berdik. Razmerlarini kichaytirib tayyorlaganmiz buni ham. Bundan oldingi videoda 4 metrligini qo'yib berdik. Qora panteramiz 4 metrligini qilib berdik. Shundan ko'ra bizga jicha uzun bo'lsin dedi. Hop, 4.10 ga kalta tomoni 2.30. 2.30 tomoni ashunday qolgan, bu tomonini 4.10 qilib berdik. 10 chap bo'laveradi. O'tgan safarga aytganimizdek, ikkita minisini kichaytirib qo'yganmiz xolos. Orqalari ham o'zini materiallari ham mana ko'rishinglar mumkin. Teddy materialda, xudo xolisa 4 ta bolishi. Buni ham razmeri kichayganligiga bitta taburetchani bonus qilib qo'shib berdik. 5.800.000 so'mning ichida. Razmeri bu yog'i kichayganning hisobiga rasxoti ozaydi. Bunga rasxotini taburetchaga o'tib yubordik rasxotini. Patsvetlari ham o'sha jurnalist ular ham juda chiroyli chiqdi, xudo xolisa. 6 oylik. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, xudo xolisa aloqachi ko'rasizlar, chiroyli qilib vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib, qolgan viloyatlarga ham chiroyli holatda chiqarib beramiz.